Assalomu alaykum podpischiklarim, zo'rmisizlar, sonlaringiz yaxshimi? Hamma sog'mi, dimochog'mi? Mana qor. Bu ob-havoda bir mazza qilib baliq yeydigan ob-havomi, osh yeydigan ob-havomi bo'libdi-da. Nima deysizlar shunga? Fikrimga qo'shilasizlarmi, yo'qmi? Juda chiroyli qor yog'yapti, mazza. Menga sherik yo'qda qor bilan o'ynashga. Qor bilan o'ynashga sherik yo'q. Qor yog'yapti deysizlar. Bu qormi? Men shuduring yog'yaptimi deb o'ylabman. Qormi bu, qormi? Sizlarda bir qor yog'masin ekanda. Sizlarda bir qor yog'masin ekanda. Bu ob-havoga borib baliq yeydigan, yo bo'lmasa osh yeydigan ob-havo bo'lyapti. Mazza. Mazza qilib, do'stlar bilan o'tirib, nima dedingiz? Fikrimga qo'shilasizlarmi, yo'qmi?